Ushbu loyiha To'raman hamkorligida Andijon viloyati Baliq tumani Sherobod Nurfe 1752 sonli kontur 607 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi Vakmak Makkajo'xori. Bu yerda ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar holati yaxshi. Ekinlarni yetishtirish 97 kun davom etadi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 33 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 20 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor To'ron yerlari MCC biriktirilgan. Ushbu yer maydoni jami 80 tonna hosil yig'ib olish rejalashtirilgan. Har bir dehqonning daromadi 30-20 milliondan to'g'ri keladi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.